Xuddi shu holda men sizni o'zingizni faoliyatingizni ko'rib bo'lganman. Ya'ni siz o'ngchisiz, o'zingizda yuribsiz, ya'ni deylik o'sha Amerikadagi respublikachisiz, qizillar bo'lib yuribsiz ichkarida. Lekin kurashayotganingiz yoki qaysidir g'oyalarda yoki o'zingizning gap so'zlaringizda siz o'zingizni o'ngchi sifatida emas, so'lchi sifatida ko'rsatgansiz. Har safar. Davlat, masalan, davlatda hukumatda bizneslarda aralashuvini kamroq bo'lishini degansiz har safar. Masalan, ekologiya masalalari bo'yicha ancha ko'p aralashib ketgansiz va vaholanki o'zingizga menimcha ekologiya uncha nima deydi, ustuvor g'oyasida emas. O'tga biznes kerak o'tga. Chunki tadbirkorlarning partiyasi. Siz masalan kerakli joyda tadbirkorlarga qarshi chiqqansiz. Bu qonunbuzarlarga. Balkim. Endi nima balki men aytmoqchi bo'lganim, so'lchi bo'lib xizmat qilyapsiz, lekin siz o'ngchidasiz. U yerdan saylanib kelgansiz. Meni yo'lim shu bo'lgandir balki. Shu o'zimni o'ngchilar tomoniman deb boshda ko'rsatmasam saylana olmaysiz. Demak bizga balans kerak ekanmi? Demak bizga muvozanat kerak ekanmi? Siz o'zingiz bilmagan holda, bilmagan holda deylik, chunki boshqalarga balkim bilinmagandir. Siz o'zingiz uchun bilib harakat qilgansiz. So'lchi bo'lib xizmat qilgansiz. Ya'ni o'sha yerda bir kichkina bo'lsa ham qaysidir ma'noda 3 yil faoliyat olib bordingiz, to'g'rimi? 8 yil. 17 dan buyog'ini hisoblaylik. 17 dan buyog'iga 26 yil. 6 yil faoliyatingiz davomida siz olib borgan kurashingiz o'ngchi, so'lchi sifatida borgansiz. Bu foydalimi, zararlimi shunda? Xalq aytsin buni. Shu vaqtgacha kim ularni huquqini himoya qilib deb chiqqan? Hozir bormi atrofda? Bu yaqin orqa 2 yilda nimadir chiqdimi? Bu fikrlaringizni umid qilamanki shu kadrlar tanlovi bilan o'tiradigan bir administratsiya, prezident administratsiyasi degan katta idora bor. Shu yerda tahlillar, endi strategik qarorlar qabul qilishda ko'p o'tiradigan, maslahat beradigan shunaqa bir insonlar ham bor. Agar ular eshitib buni mag'zini chaqsa, buni katta ma'nosi bor.